shu dizaynga yaxshilab e'tibor beringlar. Videoni yaqinlashtiramiz. Esingizda qolsin. Hozir biz bu dizaynni sal-pal o't-bo'tini o'zgartiramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Mana dizaynimiz ham bitgan. Hozir endi sizlarga tayyor renderini ko'rsatamiz. Mana o'sha yangi dizaynimiz. Videoni yana yaqinlashtiraman. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Unisi qanaqa edi, bunisi qanaqa edi? Kimga ko'proq qaysi biri yoqdi? Menimcha mana shu ko'rinish premium ko'rinishda bo'lgan. Hozir mana shu renderni men sizlarga ko'rsataman, kutib turinglar. Mana. Bu 360 kamerada qilingan render. O'zi bu VR ochkida qilinishi kerak. VR ochkini bitta taqsanglar, mana boshlarni qarasanglar o'sha joyga ko'rinadi. Menimcha oldingi ko'rinishidan ancha yaxshi chiqqan. Nima deb o'ylaysizlar? Mana. Mana o'zini eski holati. Ha, bu yangi holati.